Taksiana hududidan oilaviy yashash uchun birinchi qavatdan o'zingiz uchun xonadon qidirib yurgan bo'lsangiz, ushbu variantimiz aynan siz uchun. Bu yerda biz hozir uyimizda mehmonxona qismida turibmiz. Mana shunaqa mягкий mebellar, televizor zonalar qo'yib o'tilgan. Xonadonimizda juda ham sifatli interyer jihozlaridan ishlatilgan, akril gilamlardan foydalanilgan. Mana shunaqa chiroyli prixo'ja zona bizani kutib oladi. Bu yerda esa oynali zona qilib qo'yishgan. Bu xonamiz esa bitta bola uchun mo'ljallangan mana shunaqa shiringina spalni xonamiz. Keyingi xonamiz esa bo'ladi kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasi ham shunaqa pastelni tonda ishlangan, interyer jihozlariga to'liq e'tibor berilgan, makiyajli zonalar ham tashlab o'tilgan. Keyingi xonamiz esa bo'lyapti bizda xonadonimizning umumiy sanuzeli mana shunaqa oppoqqina qilib dushvoy kabinalar bilan ta'mirdan chiqarib qo'yishgan. Bu esa mana shunaqa chiroyli ayollarimizning oshxonasi hisoblanadi. Eng sifatli mexanikalardan foydalanilgan, xolodilnik uchun ham xolodilligimiz ham o'rnatib ketilgan. Ushbu xonadonimiz 75 metr kvadratni tashkil etadi. Narxi esa 88 ming AQSh dollari deb baholangan. Yana savdo qilib kelishib beradigan joylarimiz mavjud.